Assalomu alaykum, hurmatli Agrohouse mijozlari, hurmatli Agrohouse kuzatuvchilari. Bizani Agrohouse maktab loyihamizni kuzatib borayotgan hurmatli dehqonlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun siz azizlar bilan navbatdagi mavzu haqida gaplashmoqchimiz. Eng muhim bo'lgan elementlardan bittasi oltin gugurt haqida gaplashmoqchimiz. Ingliz tilida sulfur deb yoziladi. Biz mavzuni azot bor, fosfor bor, ammo oltin gugurt yo'q bo'lsa nima bo'ladi degan mavzuda qo'ydik. Nimaga unaqa qo'ydik? Sababi biz ko'pincha elementlarni bo'lganimizda katta elementlar, ya'ni makro elementlar, azot, fosfor, kaliy, mezo elementlar, ya'ni ikkilamchi yoki o'rta elementlar, bular kalsiy, oltin gugurt hamda magniy va mikro elementlar, bular temir, marganes, rux, mis, molibden elementlar, bor elementlarni mikro elementlar sirasiga kirgizganmiz. Nima uchun azot bor, fosfor bor, oltin gugurt yo'q bo'lsa deb qo'ydik? Sababi hozirgi zamonaviy agrotexnikada shunaqa bir tushunchalar borki, ba'zi bir mutaxassislar tomonidan xuddi azot fosforga o'xshab oltin gugurtni ham makro element sifatida yuritadigan olimlar bor. Nega bunchalik muhimligini hozir biz sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi gapirmoqchi bo'lgan narsamiz, albatta oltin gugurt o'simliklar uchun eng zarur bo'lgan oziqa elementlardan bittasi hisoblanadi. Endi bu yerda biz yozdik, u ikkilamchi oziqa elementi, ya'ni hozir aytganimizdek mezo elementlar sirasiga kiradi. Oltin gugurt, kalsiy hamda magniy. Biroq ko'plab ekinlar uchun oltin gugurtga bo'lgan talab nisbatan yuqori bo'lib, xuddi fosfor kabi hosildorlikni cheklovchi agar kam bo'lsa yoki bo'lmasa, ana shu asosiy omillardan biri bo'lib qoladi. Ya'ni fosforga o'xshagan juda muhim elementlardan bittasi hisoblanadi oltin gugurt. Mana qaranglar, mana aytyapmiz. Ayrim mutaxassislar uni makro element sifatida bugungi kunda yuritishyapti. Ana endi o'simlik to'qimalarida oltin gugurt kam miqdorda kerak, lekin kerak. Ya'ni qancha miqdorda deyilsa, agar o'simlik to'qimasini biz tahlil qilganimizda 0,2-0,6% oralig'ida oltin gugurtga talab bor bo'lishi kerak. Shu ko'rsatkich bo'lsa, bizda o'simligimizda oltin gugurt bilan bog'liq hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ana endi bizning tuproqlarda ham oltin gugurt bor, ko'pchiligimiz bilamiz. Albatta tuproqdagi oltin gugurtning asosiy zaxirasini organik moddalar tashkil qiladi. Ya'ni organik moddalardan hosil qiladi. Aslida tuproqdagi oltin gugurtning 90-95% qismi organik moddalar tarkibida bo'ladi. Ya'ni o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishi uchun azizlar oltin gugurtni o'zi emas, u mineralizatsiya jarayonidan o'tishi kerak. Ya'ni sulfat shakliga o'tishi kerak. O'shanda o'simliklar tomonidan oson o'zlashtiriladi. Bu jarayonda oltin gugurt mana o'simliklar o'zlashtira oladigan sulfat shakliga aylanadi. Xo'p, bu mineralizatsiya jarayonini nima amalga oshiradi desa, tuproqdagi bakteriyalarning hamda mikroorganizmlarning bevosita ta'siri orqali yuzaga keladi. Bundan tashqari, mineralizatsiya jarayonini tashkil qiladigan omillardan yana bittalari, deylik, tuproq namligi. Yetarli tuproq namligi bo'lishi kerak. Harorat optimal harorat, tuproqning harorati 30 gradus bo'lishi kerak oltin gugurt sulfat formaga o'tishi uchun. Hamda tuprog'imizning loy, ya'ni gil miqdori, tuproqning pH darajasi, bu juda ham muhim. pH 508, 602 yoki 5,5 dan 6,5 gacha bo'lgan ko'rsatkichni tashkil qilish kerak oltin gugurt ham yaxshi o'zlashtirilishi uchun. Shu va bundan oldingi omillarni hisobga olgan holatda mikroorganizmlar soni va organik moddalarning parchalanish tezligi mana shu mineralizatsiya jarayonini amalga oshiradigan asosiy omillar hisoblanadi. Qaranglar azizlar, mineralizatsiya jarayoni o'sha tuproqdagi parchalanayotgan organik moddalardagi uglerod, mana bu belgi bilan belgilanadi, hamda oltin gugurt va uglerod hamda azotning nisbatlariga juda ham kuchli bog'liq. Qanaqa bog'liq deyiladigan bo'lsa, mana uglerod bilan oltin gugurtning nisbati tuproqda yuqori bo'ladigan bo'lsa, parchalanish sekinlashadi yoki oltin gugurt immobilizatsiya degani harakatsizligi, ya'ni harakatsizlik holatiga kelib qoladi. Oltin gugurt harakatsiz shaklga o'tib qoladi. Ya'ni agar uglerod bilan oltin gugurtning miqdori bizda yuqori bo'lsa, chunki mana nimaga sababi deyilsa, chunki organik moddalarda mikroorganizmlar ehtiyojini qondirish uchun yetarli oltin gugurt bo'lmaydi. Shuning uchun oltin gugurt va azotning mineralizatsiyasi o'zaro bog'liq, ya'ni mana bu narsa. Bu juda ham muhim, o'zaro bog'liq, chunki ular organik moddalarda birikkan holatda mavjud bo'ladi. Tuproqdagi organik moddada uglerod hamda azot o'zaro birikkan holda mavjud bo'ladi va ularning aylanish jarayonlari bir-biriga ta'sir qiladi. Endi o'z-o'zidan qarang, oddiyroq o'zimiz tilda tushuntiraman. Siz azot beryapsiz, lekin qanaqadir tuprog'ingizda yetishmovchilik bor, Agar tuproqda yetarli oltin gugurt bo'lmasa,
haligi azotni o'simlik o'zlashtirishga qiynaladi. Azotni eng yaxshi o'zlashtirishga yordam beradigan element azizlar oltingurt hisoblanadi. Mana shuni sizlarga yetkazmoqchimiz aslida. Ana endi sulfat manfiy zaryadga ega bo'lganligi sababli oltingurtning mineral shakli tuproqda juda harakatchan hisoblanadi. Oltingurt yetishmovchiligi ko'proq organik modda miqdori 2% yoki undan kam bo'lgan tuproqlarda, ayniqsa qumloq tuproqlarda bu organik modda kam bo'ladi, ko'p uchraydi. Demak, tuprog'imizda eng asosiy biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa organik modda miqdori hech bo'lmaganda 2 dan baland bo'lishi kerak, oltingurt bilan muammo yuzaga kelmasligi uchun. Yoki boshqa bitta sababi, qachon bizda oltingurt yetishmovchiligi yuzaga keladi? Qayerdaki yog'ingarchilik ko'p bo'ladigan hududlarda. Nimaga deyilinsa, oltingurtning o'zi juda tez tuproqqa yuvilib ketadi. Shuni hisobiga ko'p yuvilganligi hisobiga yog'ingarchilik ko'p bo'lsa, o'z-o'zidan oltingurt yetishmovchiligi yuzaga keladi. Bundan tashqari, oltingurt tuproqda juda harakatchan bo'lganligi sababli hozir aytganimiz, tuproqning ustki qatlamida uning miqdori ko'pincha kamroq bo'ladi. Chuqurroq qatlamlarda esa ko'proq uchraydi. Hozir aytdik, yuvilib ketadi. Shu sababli ekinning o'sish davrining dastlabki bosqichlarida, birinchi ekilgan paytlarda ildiz tizimi to'liq rivojlanib ulgurmagan paytda yetishmovchilik yuzaga keladi. Ekdingiz, biz azotni ko'p beramiz. Ekkanimizda ko'pincha silitra karbamid beramiz. Ochiq dalada ham ekkanimizda azotli o'g'itlarni o'stirish uchun ko'p beramiz. Demak, azot beryapmiz, lekin nimagadir o'sishlarimiz sust bo'ladigan bo'lsa, demak biz bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Oltingurt bilan to'yinganlik darajasi qanaqa? Demak, bizda oltingurt kam bo'lishi mumkin. Biz hozir oltingurtli o'g'itlarga kelganda yana ham tushuntiramiz. Qaysi o'g'itlarni berib borishimiz kerak azot bilan birgalikda. Endi qarang, oltingurt o'simlik ichida harakatsiz. Tuproqda yaxshi harakat qiladi azizlar. O'simlik ichida harakatsiz deyapmiz. Ya'ni bu aytganim immobil element hisoblanadi va eski barglardan, o'simlikning eski barglaridan, ya'ni yosh katta barglardan yosh barglarga oson ko'chib o'tmaydi. Shu sababli oltingurt yetishmovchilik alomatlari avval o'simlikning yosh barglarida namoyon bo'ladi. Hozir kadr ortida qo'yamiz bir ikkita o'simliklardan. O'simlik ichida hozir aytganimizdek oltingurt sekin harakat qilganligi uchun u birinchi yetishmovchilik oltingurt yetishmovchiligi xuddi azot yetishmovchiligiga o'xshaydi. Yoshi katta eski barglarda ko'rinadi. U chunki yosh barglarga oltingurt tez harakat qila olmaydi, o'ta olmaydi. Shuning sababidan yetishmovchilik yuzaga keladi. Oltingurtli o'g'itlar. Ko'pchiligimiz bilamiz, eng ko'p ishlatiladigan bizning yurtimizda sulfat ammoniy deymiz yoki ammoniy sulfat. Buning ichida azot bor, ko'pchiligimiz bilamiz, 21%. Hozir ko'rsatamiz, har bittasiga to'xtalib o'tamiz. Bu yerda faqat biz oltingurtning miqdorini ko'rsatib o'tdik. 24% sulfat ammoniyda oltingurt bor. Oddiy elementar oltingurtda 14-18% tashkil qilsa, kaliy sulfatda 18% oltingurt bor. Kalsiy sulfat yoki gips bizning til oddiyroq tilda 24% oltingurtdan tashkil topgan bo'lsa, superfosfatda bu ko'rsatkich 12% ni tashkil qiladi hamda magniy sulfatda 22%. Oddiy o'g'itlar tuproq sharoitlari va o'simlik to'qimalari tahliliy natijalariga asoslanib qo'llanilishi kerak. Bularning har bittasini o'zini qo'llaydigan payti, qo'llaydigan o'simligi bor azizlar. Bizga ko'pincha izohlarda juda ko'p savol keladi. Mana bu o'g'itni bunimga, masalan, pomidorimga kaliy bermoqchiman. Kaliy xlor beraymi, kaliy sulfat beraymi, kaliy nitrat beraymi degan savollar bo'ladi. Har bittasini o'zining o'rni bor. Deylik siz pomidoringizni mevasini rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, yiriklashtirmoqchi bo'lsangiz, kaliy nitratdan foydalanasiz, lekin kaliy sulfatdan yaxshiroq rang berish uchun, chiroyliroq saqlanishligi uchun, keyin har xil stresslarga chidamliligini, o'simlikning chidamliligini oshirish uchun deylik kaliy sulfat berishingiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa sizga azot kerak emas, kaliyni o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, masalan, kaliy sulfatni tavsiya qilamiz, chunki uning tarkibida oltingurt bor. Bizni O'zbekiston tuproqlarida pH baland, 7 dan baland bo'lganligidan keyin qaysi elementning ichida oltingurt bo'lsa, oltingurt pH-ni tushiradi. pH-ni tushirganning hisobiga o'sha o'g'it zo'r ishlaydi. Masalan, kaliy sulfat yoki magniy sulfat bersangiz yaxshiroq ishlaydi. Endi albatta o'zini holati bor. Uni hozir tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Lekin biz demoqchimizki, mana bu o'g'itlarni o'z-o'zidan ko'r-ko'rona ishlatib bo'lmaydi. Eng muhim bo'lgan har qanaqa o'g'itni, nafaqat buni, boshqa o'g'itlarni ham ishlatishingiz ikkita narsani bilishingiz kerak. O'zingizning tuprog'ingiz sharoitini, ya'ni tuprog'ingizni test qilgan bo'lishingiz kerak, hech bo'lmasa bir marta yilda. Ya'ni siz tuprog'ingizda nimaga ehtiyoj ko'p va o'simlik to'qimasi tahlili sizda bo'lishi kerak. Albatta bu juda qiyin, bizda deyarli qilinmaydi, to'g'risini ochiqni aytish kerak. Lekin birinchisini qilsa bo'ladi. Tuprog'imizni hech bo'lmasa ekinni ekishdan oldin yiliga bir marta
tuproq laboratoriyalarga olib borib tekshirishni biz tavsiya ham qilamiz va buni shart deb hisoblaymiz. Endi qarang, birinchi o'g'itimiz amoniy sulfat. Biz mana bunaqa shaklda qo'ydik. Odatda mana ko'rinishlari shunaqa bo'ladi. Biz uni ko'pincha biz xalqimizda uni shakar deyshadi, sulfat amoniyni. Ko'rinishi o'shanga o'xshaganligi uchun. Amoniy sulfat 21% azotdan hamda 24% oltin gurdan tashkil topgan o'g'it hisoblanadi. Azotli o'g'it hisoblanadi, aytib ketaylik. Amoniy sulfatni qo'llash uchun eng yaxshi holatlar qanaqa holat? Qachon qo'llashimiz kerak deyilsa, endi o'z-o'zidan oltin gugurt yetishmaydigan tuproqlar bo'lsa, amoniy sulfatni qo'llash kerak yoki ishqoriy yoki pH yuqori bo'lgan. Biz har safar aytyapmiz pH deb. Bu tuprog'imizni ishqoriyligi. Bu tuprog'ingizni tekshirdingiz, pHni tekshirdingiz, 6,5 dan baland, 7,5 bo'ladigan bo'lsa, demak sizdagi tuproq ishqoriy tuproq deyiladi. Agar pHni o'sha maxsus anjom bor, o'sha anjom bilan tuprog'ingizni o'lchadingiz, 5 dan past, 4,5 bo'ladigan bo'lsa, unaqa tuproq kislotali tuproq yoki o'zimizda sof o'zbek tilida nordon tuproqlar deyiladi. Demak, azizlar, siz tuprog'ingizda pH baland bo'lsa, sulfat amoniydan qo'llang, foydalaning. Bu juda ham yaxshi. Yoki oltin gurtga talabi yuqori bo'lgan ekinlar bor. Misol uchun biz bu yerda kanola, xantal, piyoz va sabzavotlarni qo'ydik. Va bundan tashqari, agar siz azotli o'g'itlardan karbamiddan foydalanib kelayotgan bo'lsangiz, karbamidda azotning bug'lanib ketish xavfi juda yuqorida, chunki ko'pincha karbamidni bargdan berish qulayda. Azotli o'g'itlarning ichida o'zi faqat bargdan berishi eng ma'qul bo'lgan variant bu karbamid hisoblanadi. Lekin u havoda tez bug'lanib ketadi. Shuni biz tuproqqa berganimizda ham agar tez-tez sug'ormasak, tuproqda yetarli nam bo'lmasa va karbamid tuproq bilan aralashtirilmasa, yuza qismida qolib ketadigan bo'lsa, u bug'lanib ketish xavfi juda ham yuqori karbamidni. O'shaning uchun ham birinchi ko'chat ekilgan paytda biz azotli o'g'itlardan odatda selitra berishni tavsiya qilamiz, toki yaxshi o'sib olishi uchun. Chunki selitrada azotimiz nitrat shaklda o'sish uchun juda yaxshi oziqlantiruvchi element hisoblanadi. Lekin keyinchalikka, chunki karbamiddagi azot nitrat shaklga o'tish uchun ozgina energiya sarf qilish kerak, ozgina vaqt o'tishi kerak. Lekin sekin azotli ta'sir kerak bo'ladigan bo'lsa, karbamiddan foydalanganimiz ham yaxshiroq. Lekin biz bu yerda yozdik, karbamiddan, ya'ni azotning bug'lanib yo'qolish xavfi yuqori bo'lgan hududlarda sulfat amoniy berganingiz yaxshi. Demak, odatda bizni xalqimiz qo'llaydigan azot bering deydi. O'zi azotli o'g'it berishimiz kerak. Ya'ni bular selitra, karbamid hamda sulfat amoniylarni biz tavsiya qilamiz. Endi bilib oldingiz, qaysi holatda qaysi azotli o'g'itdan foydalanish kerakligini. Qo'llash uchun biz qaysi holatlarda biz tavsiya qilmaymiz yoki kamroq tavsiya qilamiz. Birinchisi, kislotali bo'lgan tuproqlar, hozir aytdik, tuprog'ingiz pH 5 dan past bo'ladigan bo'lsa, biz ko'p ham tavsiya qilmaymiz. Chunki tarkibida oltin gurt bo'lganligi sababli u tuproqning pHni yana ham tushirib tashlaydi. Maqsad azotni eng arzon narxda katta miqdorda berish bo'lsa ham amoniy sulfatni tavsiya qilmaymiz. Yoki bo'lmasam qumli tuproqlar, boshda aytdik, qumli tuproqda oltin gurt tez yuvilib ketadi. Lekin unda organik modda ham kam bo'ladi. Unaqa tuproqlarda mana oltin gurtning yuvilib ketish xavfi yuqori bo'ladi. O'shaning uchun ham biz uni tavsiya qilmaymiz. Ana endi qo'llash me'yori ko'pchilik savol beradi. Endi bu yerdagi qo'llash me'yori bu umumiy ma'lumot, lekin azizlar aytib ketaylik. O'g'itni qo'llashning ham o'ziga xos usullari bor. Masalan, to'g'ridan-to'g'ri tuproqqa berish usuli bor, barg orqali qo'llash bor. Hamda biz xalqimiz kapelni deymiz, ya'ni tomchilatib sug'orish tizimlari orqali berish bor. Sulfat amoniyning eng zo'r varianti tuproqqa to'g'ridan-to'g'ri berish usuli. Shuning uchun biz bu yerda faqat mana shuni faqat ko'rsatdik. Barg orqali ko'p tavsiya qilmaymiz biz. Chunki kuydirib qo'yish xavfi bor. Tomchilatib sug'orish kapelni orqali ham tavsiya qilmaymiz. Sababi ichida oltin gurt bo'lganligi sababli tiqilib qolish xavfi bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri tuproqqa solishni tavsiya qilamiz. Sababi masalan, g'allaga, paxta, makajo'xori, sabzavot va boshqa ekinlarda, bog' ekinlarda bu samarali hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rsatdik. Sarf me'yori azizlar. Mana bug'doyingiz bor. 1 gektarga odatda 100 kilodan 250 kilogramgacha ora-chorasidan ko'rsatamiz. Ma'lumot uchun o'zingizlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Masalan, sizda kartoshka bo'ladigan bo'lsa, sulfat amoniydan butun ekin davomida 200 kilogramdan maksimum 400 kilogramgacha qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Buni qanaqa qo'llaylik desangiz, bir martada berish mumkin yoki bo'lib 2-3 marotaba berishingiz mumkin. Eng yaxshi yo'li deb biz o'ylaymiz,
2-3 marotaba berganingiz yaxshiroq, chunki o'simlikni har bitta o'suv davrida o'ziga xos azotga bo'lgan talab bo'ladi, oltin gugurtga bo'lgan talab bo'ladi. O'sha talab doimiy qondirib boriladi agar bo'lib o'g'itlar berilsa. Xo'p, bu sulfat amoniy haqida edi. Ana endi keyingisi ko'pchilik biladi, mana ko'rinishdan ko'pchilik anglab oldi. Bu oddiy o'zimizning oltin gugurtimiz. Eng samarali oltin gugurtlardan O'zbekistonda Sho'rtan zavodida, Sho'rtan gazda ishlab chiqariladi. Bizda bu serob, bu oltin gugurt. Endi ko'pchilik mana bu uzumlarni orasiga, dalani o'rta-o'rtalariga tashlab chiqamiz. Shu shamol bilan hid chiqarib turadi-da, har xil zarar kunandalardan yaxshi himoya qilib turadi. Tarkibini e'tibor bering, 90-99% oltin gugurt, sof oltin gugurtdan tashkil topgan. O'simliklar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri o'zlashtirilmaydi, azizlar. Boya aytdik-ku. Yaxshi o'zlashtirilishi uchun nima qilish kerak? U tuproqdagi mikroorganizmlar uni sulfat shakliga aylantirish kerak. O'shanda o'simlik uni oson o'zlashtira oladi. Endi qarang, buni ham to'g'ridan-to'g'ri tuproqqa solish usuli qo'llagan yaxshi. Ekishdan oldin yoki kuzgi haydov ostida berishni tavsiya qilgan bo'lardik. Tuproq bilan yaxshilab aralashtirish kerak. Mana hozir biz sababini aytdik. Ayniqsa men tavsiya qilgan bo'lardim. Biz yana aytaman, biz tuproqlarda pH baland bo'lganligi uchun siz kuzgi haydovda hosildan keyin tuprog'ingizni qayta bir tuprog'imni bir zarar kunandalardan bir himoya qilay, holatini bir yaxshilay deydigan bo'lsangiz, oltin gugurt bilan haydov qilsangiz, ancha pHingizni tushirib beradi. Tuprog'ingizni keyingi mavsumda tayyor juda bir chiroyli holatga olib kelib beradi. Sarf me'yorini ko'ring. Agar oltin gugurt yetishmovchiligi ko'p bo'lgan joylarda 20 kilogramdan 50 kilogramgacha gektariga tavsiya qilinadi. Endi ishqoriy tuproqlarda dedi, ya'ni pH baland, 7 dan baland tuproqlarda pH ni pasaytirish uchun 100 kilodan 500 kilogacha gektariga bersa bo'ladi. Ba'zan undan ham ko'proq. Bu o'sha hozir aytyapmiz, tuproq tahliliga qaraysiz. Biz juda ko'p tuproq tahlilini ko'rganmiz. Deylik 8 dan baland tuproqlar bor. 8-8,5 500 kilogramgacha bersangiz bo'ladi gektariga. Hech qanday zarar bo'lmaydi. Ya'ni aksincha juda ham tuprog'ingizni yaxshi pHni pastroqqa olib tushib beradi. Agar maqsad tuproq pHni tushirish yoki uzoq muddatli oltin gugurt zaxirasini yaratish bo'lsa, elementar oltin gugurtdan, ya'ni mana bundan foydalaning. Menimcha mana shu eng muhim bo'lgan, shu qismdagi eng muhim ma'lumotlardan bittasi mana shu. Agar sizning maqsadingiz pHni tushirish, bizning maqsadimiz pHni tushirish, chunki bizda pH, yana aytaman, baland. Hamda oltin gugurt zaxirasi bizga zarar qilmaydi. Oltin gugurt zaxirasini qilish ham arzon turadi. Juda arzon oziqalardan bittasi. Oltin gugurtli o'g'itlarning ichida o'zi eng arzoni mana shu hisoblanadi. Berishni tavsiya qilamiz. Ana endi kaliy sulfat. Biz bu yerga Eurosolidnikini qo'ydik. Agrohouse bu mahsulotni sotadi. Eng yuqori sifatli kaliy sulfatli o'g'itlarning ichida eng yuqori sifatlisi hisoblanadi. Odatda ko'rinishi ingliz tilida mana shunaqa yoziladi: potassium sulfat yoki qisqartirilgan holatda SOP deb ko'rinishda yoziladi. Endi kaliy sulfat tarkibida kaliy 50-52% ni tashkil qiladi. Oltin gugurt esa 17-18% ni tashkil qiladi. Kaliy sulfat yaxshi manba hisoblanadi, chunki undagi oltin gugurt sulfat shaklida va bu o'simlik tomonidan darhol o'zlashtiriladi. Hozir aytayotgan gaplarimiz. Sarf me'yorini ko'ring, mana bug'doyga qancha, paxta, makkajo'xori, kartoshka, piyoz va hokazo. Asosiy kaliy sulfatni yaxshi ko'radigan ekinlar desak bo'ladi. Piyoz, sarimsoq, kartoshka, tamaki, uzum, mevali daraxtlar kabi xlorga sezgir ekinlar. Demak, kaliy xlorni mana bu ekinlarga bergandan ko'ra kaliy sulfat berganingiz yaxshi. Mana izohda kelgan savollarning bittasiga bitta javob bo'ldi. Piyoz ekkanman, kaliyni qaysini beray deydi. Mana kaliy sulfat bering. Chunki bu xlorga piyoz, xlorga sezgir. Xlor bersangiz unda boshqa muammolar kelib chiqadi. Yoki bo'lmasa uzumingiz bor. Uzumga nima beray? Kaliyli o'g'itlardan esa kaliy sulfat bering deymiz. Endi kalsiy sulfat yoki gips haqida gapiradigan bo'lsak, buni ichida qarang, eng asosiy kalsiy bor, 22-24%, hamda oltin gugurt bor. Ba'zi mahsulotlarda mana bu oltin gugurtni ko'rsatkichi 24% ni tashkil qiladi. Bu yerda taxminan oltin gugurtni miqdori 9-6% ni tashkil qiladi. Tuproqni yaxshilash uchun kalsiy sulfatdan yoki 500 kilodan 1 tonnagacha gektariga bersangiz bo'ladi. Agar yeringiz sho'rlangan yoki natriy yuqori bo'ladigan bo'lsa, 1-3 tonna atrofida berishni sizga tavsiya qilgan bo'lardik.
Kuchli muammoli yerlarda esa agronomik tahlil asosida haligi o'zi aytgan laboratoriyaga olib kelib tuprog'ingizni tekshirtiring. Agar sizda kuchli muammo bo'ladigan bo'lsa, 3 tonnadan 5 tonnagacha berishingiz mumkin kalsiy sulfatdan. Agar sizga kalsiy bilan oltin gurt manbaligi o'g'it kerak bo'lsa, mana kalsiy sulfatdan foydalaning. Mana miqdori ko'rsatilgan 200 kilodan 500 kilogacha. Tomchilatib sug'orishda esa toza va yaxshi eruvchan mahsulot bo'lsa, ya'ni kalsiy sulfat mana bunaqa ko'rinishdagi, xuddi unga o'xshab bir chiroyli holatda bo'ladigan bo'lsa, albatta 5 kilodan 20 kilogrammgacha gektariga tomchilatib sug'orish KPN orqali bersangiz, bo'lib berganingiz ma'qulroq. Ammo oddiy gips suvda kam ergani uchun fertigatsiyada ko'p qo'llanmaydi. Ya'ni buni o'sha sal sifati pastroq bo'ladigan bo'lsa, uni fertigatsiya deganimiz bu KPN orqali, ya'ni tomchilatib sug'orish tizimi orqali berishligini tavsiya qilmaymiz. Endi xalqimiz yaxshi ko'rib, ko'p foydalanadigan fosforli o'g'itlardan super fosfat o'g'itini ham aytib ketmoqchimiz. Bu yerda nafaqat fosfor bor, balki ichida oltin gurtni ham tashkil qiladi. Qarang, super fosfatning ichida odatda 16-20% fosfor, 10-12% oltin gugurt hamda 18-20% kalsiy bo'ladi. 3 ta element bor. Gektariga bug'doyga 100-250 kilogramm, misol uchun, kartoshkaga 200 kilodan 500 kilogacha, bog' ekinlarida esa 200 kilodan 400 kilogrammgacha super fosfatdan bersangiz bo'ladi. Fosfor harakati sust elementlardan bittasi bo'lganligi uchun juda baland bo'lgan, masalan, endi doimiy bizda amafos beriladi. Amafosda 46%, ba'zi birlari 52% hamda undan yuqori fosforlarga ega bo'lgan amafoslar bor. Faqat fosforni o'zini bermasdan mana super fosfatni ham berishni men tavsiya qilgan bo'lardim. Fosforli o'g'it nima beradigan? Chunki ichida ham oltin gugurti bor, ham kalsiysi bor. 3 ta elementni shunda siz bergan bo'lasiz. Endi qarang, oxirgi oltin gugurtli tarkibli o'g'itlarimizdan oxirgisi bu magniy sulfat hisoblanadi. Magniy sulfat ichida ham magniy hamda oltin gugurt bor. Granula shaklidagi magniy sulfatlarda 25-27% magniy bo'lsa, 20-22% oltin gugurt bo'ladi. Tuz shaklidagi magniy sulfatlarda esa 9-10% magniy hamda 12-13% oltin gugurtni tashkil qiladi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, granula shaklidagi magniy sulfatda oltin gugurtning ham miqdori baland, magniyning ham miqdori baland hisoblanadi. Albatta bularni ham tuproqqa solib ishlatishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Bu 50 kilogrammdan 200 kilogrammgacha agar kuchli magniy yetishmovchiligini ko'rsangiz, 200 kilogrammdan 300 kilogrammgacha berishingiz mumkin. Bu yetishmovchiliklar qanaqa bo'lishligini biz hozir kadr ortida sizga rasm ko'rinishda taqdim qilamiz. Albatta ko'rishinglar mumkin. Mana shu o'shanaqa ko'rinishga sizni o'smiligingiz kelsa, holatga qarab magniy sulfat yoki bo'lmasa kalsiy sulfat yoki elementar oltin gugurtni yoki kaliy sulfatni berishingiz mumkin. Azizlar, sizlarga oltin gugurt haqida yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Qo'shimcha savollarni izoh qismida kutib qolamiz. Bizga ajratgan vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'linglar.